Assalamu alaikum. Mening ismim Salahiddin Abdulahad. Men Qashqar shahar Qo'g'on yeza 13-kent 4-mahalladan. Men 2001-yili vatandan ayrılgan. Hozir Angliyada yashayapman. Men bugun 3 qarindishim va urug' tuqqan xulim qo'shnilarim to'g'risida guvohlik bermoqchi. Cho'ng akam To'xtaxun Ahad 49 yosh. Madaniyat seviyesi başlangıçını bitirgen, keyin bir mezgil dehqonchilik va bog'bonchilik qilgan, ondan tutib ketilishdan burun Urumchi do'kon ochdi. Bilishimcha 2015-yili Xitoy hukumati saqchilar chaqirgan, ondan keyin yurtga kelib ish kuchay 2015-yili uyda turgan saqchilar chaqaga vaqt berib so'rgan savollarga javob bergan. Keyin saqchilar Urumchiga qaytib ketib, do'kon ochishni, tijoratni davomlashtirishni ruxsat bergandan keyin Urumchiga qaytib ketib, tijorat qilgan, do'kon ochgan. 2016-yili saqchilar yana chaqirib ekkagan. Dastlabda üstü uçuq lagerlarda turgan, ya'ni ertaganda berib, kechqurun qaytib bir mezgilashaq turgan. Ondan 2016-yili 3-ay atrofida ya'ni lagerga elib ketgan. 2018-yili 12 yil kesilganligini angladim. Ikkinchi akam Hajim Ahad 47 yosh. U Qashqar shahar Qo'g'on yesidan dehqonchilik va bog'bonchilik qiladi. Uni 2016-yili o'ttirlarda 6-yilda lagerga tutib ketgan. 2018-yili 12 yil kesgan, hech qanday sudsiz, qonunsiz 12 yil kesgan. Enim Ro'zaxun Ahad 36 yosh. Boshlang'ichni bitirgandan keyin dehqonchilik va bog'bonchilik qilgan. Keyin cho'ng akam To'xtaxun Ahadga tijoratda, do'kon ochishda yordamlashgan. Uni 2015-yili cho'ng akam bilan ikkisini Urumchidan chaqirgan saqchilar. Ondan kelib bir mezgil 2-3 oy atrofida saqchilar chaqirgan vaqtida kelib savollarga javob berib, qaytib 2-3 oy ashnaq turgan. Ondan saqchilar do'kon Urumchi qaytib ketib, do'kon ochsa bo'lganligini ruxsat qilgandan keyin Urumchi qaytib ketib, do'kon ochishni davomlashtirgan. 2016-yili yana chaqirib kelib, 2016-yilning oxirida 10-oy atroflarida lagerga tutib ketgan. 2018-yili unimi hech qanday sudsiz 12 yil hukm qilgan. 12 yil turmaga o'tkazgan, lekin qaysi turma ekanligini bilmayman. Endi boshqa meningki bizning yurtdan mahalla, urug' tuqqan mahallalardan tutib ketilganlar to'g'risida guvohlik bermoqchi. Hazrat Ali Shayx mening qo'shnim bo'ladi. Buni 2016-yili tutib ketgan. Turmada ekanligini bilmayman, ammo qancha yil kesilganligini bilmayman. G'ofurjon To'xti bu lagerda, Namanbay To'xti buni lagerda tutib ketgan 2016-yili. Imom Ismoil bu tijoratchi, buni 2016-yilda tutib ketgan. Yaqubjon Ismoil bizning kentninki imom edi, ham tijorat qiladi. Buni 2016-yil tutib ketgan. Hozir turmada deb angladim. Qancha yil kesilganligini bilmayman. Qosimjon Tursun bu bizning mahalladan 8 o'g'il bo'lib, bulardan 4 aylanni lagerga tutib ketgan. Qolganlarninki aniq kim ekanligini bilmayman. Nuraxim Turdi buni 2016-yil tutib ketgan. G'ani Xatvaxon buni 2016-yilda tutib ketgan. Hazrat Umar Baxti bu bizningki kentninki sekretari bo'lib, partiya a'zosi, 20 yildan ortiq hukumatga xizmat qilgan partiya a'zosi bo'lib, shundoq bo'lsa-mu buni hukumatga, partiyaga sodiq bo'lmadan deb 15 yil turma kesib o'tgan. Bizningki oilada men va 3 akam, bir singlim, ota-onam bor.
boshqalarninki 2015dan tortib hech qanday aloqasini bilmayman. Ota-onam hozir hayotmi yo'q qandoq ularni bilmayman. Ularning ahvolidan kim xabar elatadi hayot bo'lsa, bular to'g'risida hech qanday xabarim yo'q. Tunigan Uyg'ur soti Xitoyni insoniyat qarshi jinoyat o'tkazyotdi va irqiy qirg'inchilik qilyotdi deb hukm qildi. Endi men butkul dunyodagi Sharq Turkistonliklardan, butkul dunyodagi Uyg'urlardan qo'lidan kelishicha guvohlik berishi va boshqa faoliyatlarni aktiv qilib, shu vatandagi xalqimizni irqiy qirg'inchilikdan qutuldirish va Xitoyningki lagerni taqash uchun qo'ldan kelishicha harakat qilishga chaqiraman va butkul dunyodagi xalqaro jamoat davlatlarni Xitoyningki irqiy qirg'inchilik qilishni to'xtatishni va bu yilgi qishliq olimpikni boykot qilishini chaqiraman.